Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Mush vaqtlar xayrlik bo'lsin. Biz oldingi qitimliq darslarimizda sistemani tushirish va shu sistemani barmoq tiskiga qo'yish va uni kompyuterimizga zavod holatida va materiallarimizni saqlab qolgan holatda sistem qachlashini ko'rib o'tgan edik. Mayli qaysi xil shaklda sistem qachlab bo'lgan bo'lsanglar, bizning sizlarga tavsiya qilishga tegishli bo'lgan 3 ish bor. Shu 3 ishni biz tuvanda birlikda ko'rib o'tmoqchi. Birinci iş, kompüterimiz eğerde Türkçe sistemi tili Türkçe bo'lgan bo'lsa, biz uni İngilizce qilamiz. Çünkü Türkçe holatda Uyg'urcha til bo'lig'i yo'q deb chiqadi ekan. Biz oldi bilan kontrol taxtasiga, ya'ni kontrol panelga chiraylik. Türkçede denetim masası deydi ekan. Biz uning kirish uchun hozir ustal ustida hech qanaqa narsa yo'q. Shunga biz oldidan mouse'ning o'ng ko'nikmasini bosib, antigetni tanlab, buni tanlab, desktop icon settings buni tanlab, bu yerdan computer control panel tanlab bo'lgandan keyin control panel chidoq. Chigandan keyin kompyuterimiz cho'qim normal to'g'ri bo'linishi kerak. Til qo'shish kirdik. Qo'shgandan keyin Uyg'urcha to'g'ri o'langandan keyin bu yerda ko'rildi mana. Biz buni bosgandan keyin to'g'ridan til bo'lig'i tushirishga boshlaydi. Endi bu tushirish boshlagan vaqtda cho'qim biz o'ylaymizki, Microsoft'ning mulozimlarida bizga nisbatan bir sonliq ma'lumot hosil bo'ladi. Shunga qarindoshlarningki kompyuterni Uyg'urcha ishlatishni tavsiya qilamiz. Agarda men ko'namaydiganman, ondan boshlaydigan degandek ahvollar bo'lib qolsa, hech bo'lmasa Uyg'urcha til bo'lig'ini tushirib, qachlab qo'yish va boshqa tilni ishlatishni tavsiya qilamiz. Hozir tushiryotdi. Uyg'urcha til bo'lig'i tushirilib bo'ldi. Hozir kompyuterimizga qachilyotdi. Uyg'urcha til bo'lig'i qachilinib bo'ldi. Biz buni itimiz. Yetgandan keyin buni asosiy ko'rish tiliga tangshaymiz. Tangshab bo'lgandan keyin hozir qo'zg'atmaymiz. Keyin qo'zg'atib biz bu yerdan Uyg'urcha deb tanlab ikki qatim qo'zg'atish. Biz bu yerdan Uyg'urcha deb tanlab, ya'ni o'zimizning nemis bo'yicha tangshab, o'rinni Turkiya deb tangshab, bu yerdan tilida Unicode, ya'ni Uyg'urcha, Arabcha qatorliq shunda o'ngdan boshlanadigan yoziqlarni qo'llamaydigan programmalarningki ishlatiladigan tilini qaysi davlatning tiliga tangshaysa debdi. Bu yerda biz Turkiya dedik. Bu yerga kirib devam bosgandan keyin bu ham Uyg'urcha bo'ldi. Ani bosgandan keyin endi kompyuterni qayta qo'zg'atsak bo'ladi. Kompyuterimiz butunlay Uyg'urcha bo'ldi. Biz kontrol taxtasini ochib, tanshakni qayta ko'rib chiqaylik. Oliy tanshak mushu bo'yicha tangshalgan vaqtda Uyg'ur tilini aytdi qoplangan holatda bo'ladi. Masalan, qoplab yozish. Mesela hozir bo'lak tillarni ishlatilmaymiz. Boshqa tillarni ishlatilmaymiz. Chunki bu yerda qoplab yozish bo'lganligi uchun Uyg'ur tili qoplab yozilish holatida bo'lganligi uchun sho'nglashqa bo'lmaydi. Bu tanshaklar hamma ham mushta bo'ladi. Bu tanshak cho'qim bu yer mush holatda bo'lish kerak. Men tanshab bo'lganligim uchun qilmayman. Biz Uyg'ur tilininki o'z o'rnida surib boqaylik. Asosiyatni Uyg'urcha. Biz avvalo kirib chiqaylik. İstanbul'un avarayı butunlay shunda.
ko'rayotganinglardek. Tanışık. Yangilash to'xtatilgandan keyin mushta chiqadi. Hozir biz yangilashni to'xtatishni ko'rib chiqamiz. Windows ko'nikmasidan Array ko'nikmasini bosgandan keyin bunda ko'znak ochildi. Ko'znakka cho'qim mush kodni bosgandan keyin, ya'ni shu buyruqni bosgandan keyin ani bosamiz. Bosgandan keyin bu yerdan Windows Update degani tepib, Windows Update Windows va boshqa programmalar uchun yangilanma payqash, tushirish va qachilashni innovatlik qiladi deydi. Qo'sh chekkandan keyin hozir bizniki cho'qim biz bosgandan keyin bo'ldi. Biz uni tamamen to'xtatamiz. Bu to'xtatish cho'qim kompyuterning butun qo'zg'atuvchilari tamamen qachilinib bo'lgandan keyin to'xtatamiz. Qo'zg'atuvchini bu yerdan ko'ra olamiz. Menikida butun qo'zg'atuvchi tamam. Hamda Uyg'ur tili bo'liqi to'liq 100% tarjima qilinmaganligi uchun tilimiz shunday chiqadi. Qo'shtirlik holatda, ammo ko'pincha biz ishlatadigan asosiy ishlatadigan yerlarning hammasi Uyg'urcha bo'ldi. Biz buni tanlab bo'lgandan keyin tamom qilib etdik. Biz tanishib qaytib kirib chiqsak, bu yer mana to'xtatilgan holatda. Hamda biz avtomatik yangilashni to'xtatdik. Endilikda kompyuter qo'zg'algan vaqtda avtomatik qo'zg'algan programmalarni to'xtataylik. Mouseni ostiga kelsak, bu baldaq ochilgandan keyin mouse 10 ko'nikmasini bosgandan keyin ustal yuz ko'rsatish hamma bor. Vazifa boshqarishni ochamiz. Balkim sizda mana kichik chiqib qolishi mumkin. Buni bosgandan keyin texnik ko'p tafsilotlar. Bu yerda kompyuterimizdan qattiq detal uchurlar chiqadi. Qo'zg'atish mushada applarniki, programmalarniki ijro qilish holati ko'riladi. Mana men innovatsiya qilib o'tdim. Kompyuter qo'zg'algan vaqtda tezlikda qo'zg'alishga oid yordamimiz bor. Darsimiz mushu yercha bo'lsin. Bilinmagan aydin bo'lmagan nuqtalar bo'lsa, inkas shaklda qoldirsanglar biz eng tez suratda yordam qilishga tirishamiz. Kelarki darsimiz ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga emanet.